Atlanmaçılarımız mana Cobalt'dan taza yüpskesinden Kovadan sorap duruydu. Mana to'g'ri prямо egadan avtosalondan gaz chiqarib epilib qo'yib ketdi. Mana sotib bererga ep qildi do'stlar. 25/11/2025. Shu 31da chiqqan mashina do'stlar mana. MCM Cobalt MCM style. Do'stlar, o'zgarishlarni endi bilasizlar buni. Mana probegi to'g'ri Urganchdan kelib turibdi 60 km. Salon holatlari do'stlar. Tak, o'zgarishlar, rol cruise kontrollari bor, pribor, monitor qo'yilgan, podogrev sidinye. Ko'p o'zgarishlari motor yog'ida do'stlar buning. ABS'inde yana ko'p yerlarda. Xullas, mashinamizning narxi do'stlar 163 million so'm bo'lsa, beraman deb qo'yib ketdi. Naqd pulga. Agar kreditga dedim, aytdim, kreditga bo'lsam beraveramiz, lekin ya usluga pulni ustunda plyus oladi dedi. Gapning ochig'i, kreditga olsangiz 164 million so'm, naqd pul bersangiz 163 million so'm do'stlar. Yana kimda kim qiziq bo'lsa, shu spravkada issig'ana tandirdan chiqdi degandek, hozir ana keldi ana. Kuzov 26 buning, miti ochib. Kuzovini ko'rsataylik. Mana do'stlar, 2026 olib kelgan. Mana avtoshop ko'rganda do'stlar, narxi ikkilamchiga sotiladi. Keraversa kimda kim toza yupska Cobalt qidirib yurgan bo'lsa, avtoshop ko'rganda turadi. Jem mashinalarimiz bo'lsa, barchaga hisoblab olaveramiz, o'zimiz pul tikib beramiz.